qani qarshi olaylik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlarni 29-yanvar kuni Chonji Yesining madaniyat uyida bo'lib o'tadigan yoshlar ovozi tabassum ketisiga taklif qilamiz. Bo'ladigan vaqti 18:00 da. Biletlarni ostiga belgilangan nomerlar orqali olsanglar bo'ladi. Yetmanda. Kömür. Hoş birimen jurnalisti. Tabassum ketisidan huzurlanib ketgaysizlar. Мутлазанов зам директора, запомни вас навсегда. Aziz qarindoshlar, bugungi bizning yoshlar ovozining dastlabki tabassum kechaligi sizlarga yoqdimi?